Endi til o'rganish uchun xarajatlaringiz davlat tomonidan qoplab beriladi. To'g'ri eshitdingiz. Hukumat 2+6 dasturi bo'yicha yangi tartibni tasdiqladi. Bu tizim yoshlarning xorijiy til o'rganish xarajatlarini qisman davlat tomonidan qoplab berishni ko'zda tutadi. Buning uchun sizdan o'zingiz o'rganayotgan til bo'yicha minimal darajadagi, aytaylik, A2 yoki unga tenglashtirilgan sertifikat bo'lishi talab etiladi. Bundan tashqari o'quv markazida til o'rganayotgan yosh dastlabki 2 oy uchun to'lovni o'zi amalga oshiradi. Shundan keyin agar u belgilangan darajadagi til sertifikatiga ega bo'lsa, keyingi 6 oy uchun to'lovni davlat to'lab beradi. Subsidiyaning miqdori joyiga qarab farq qiladi. Aytaylik, Toshkent shahrida bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravargacha, viloyat markazlarida 1,5 baravargacha, tuman va shaharlarda esa 1 baravargacha qoplab beriladi. Bu mablag'lar Yoshlar ishlari agentligi jamg'armasi hisobidan ajratiladi. 2025-2026 yillarda 20 ming nafargacha yosh ushbu dasturdan foydalanishi mumkin. Agar arizalar soni bu miqdordan oshib ketsa, qolganlarga navbat keyingi yilda beriladi. Dastur faqat rasmiy ro'yxatdan o'tgan va elektron nazorat tizimiga ulangan o'quv markazlari orqali amalga oshiriladi. Shu yo'l bilan darslarga qatnashish va to'lov jarayoni shaffof nazorat qilinadi.